90% odamlar tikishda yutqazadi. Bu omadga bog'liq emas, tikish usulini bilish kerak. Chiziqni ochish. O'yinlarni ko'radi. Manchester City pastdagi jamoaga qarshi o'ynaydi. Koeffitsiyentni 1.4 ko'radi va o'ylaydi. Bu juda aniq. Ular ancha kuchli. Va aynan shu paytda u asosiy xatoga yo'l qo'yadi. Chunki u o'yinni emas, faqat jamoaning nomini tahlil qiladi. Ko'pchilik odamlar ko'rmaydi. Favorit o'yinga qanday holatda kelayotganini, kalendarni ko'rmaydi. Charchoqlarni o'yinchilarning, jarohatlarga, motivatsiyaga va raqib uslubiga ta'sir. Bukmekerlar bularni allaqachon hisobga olgan. Sen ilovani ochganingdan oldin. Masalan, eng kuchli jamoa haftada 3 marta o'ynashi mumkin. Bir necha kundan keyin Chempionlar Ligasi bor. Asosiy tarkibni maydonga chiqaradi. Raqib esa maksimal darajada ehtiyotkorlik bilan o'ynaydi. Bo'sh joy bermaydi va o'yin tempini sekinlashtiradi. Lekin odam buni sezmaydi. U shunchaki o'ylaydi. Jamoa kuchliroq. Demak, g'alaba qozonadi. Aniq darovlar. Odamlar ko'pincha pul yo'qotishadi. Buni tushunish kerak. O'yin qanday o'tishini o'yin nazorati. G'alaba zarur. Ehtiyotkor o'ynaydi. Birinchi gol urilganda tempni pasaytirishi mumkin. Sen pul tikishga qaray boshlagandingda shunday. Bukmekerlar futbolni odamlar qanday boshqacha ko'rishini tushunadi. Ko'pchilikdan farqli o'laroq. G'alaba qozonadigan pul tikish. Bu jamoalarni bilmaydi, balki tushunadigan. O'yin ssenariyini, tahlillar va pul tikish mantiqini ko'proq xohlaysizmi? Obuna bo'ling, tushunmoqchimisiz? Kanalimga o'ting. Men har kuni o'yinlarni tahlil qilib, garovlarini ko'rsataman.